Har bir avlodning o'z sevimli mashinasi bo'ladi. Kimdir uchun bu Lacetti, kimdir uchun Malibu, ammo biz uchun bu Nexia edi. Ayniqsa Nexia 1 va Chevrolet Nexia 2 hayotning o'ziday oddiyligi bilan millionlab yuraklarni zabt etgan. Nexia 1 o'sha davr hashamati edi. 16 klapanli motor, yumshoq suspenziya, salondagi jiddiylik, u o'z zamonining yengil biznes klassi bo'lgan. Ammo xalq uni shunchaki ishonchli temir ot sifatida sevdi. U haroratni, notekis yo'lni va arzon benzinni ham yengib o'tardi. Keyinchalik vaqt o'tdi. 2008-yilda GMning ishtiroki bilan Nexia 2 paydo bo'ldi. Ko'pchilik uni faqat plastik bilan yangilangan dedi. Aslida esa 1.6 litrlik yangi motor, yaxshilangan tormoz tizimi va sovutish samaradorligi bular haqiqiy evolyutsiya edi. Tashqi ko'rinishi oddiy, ammo texnik jihatdan u zamon bilan hamnafas bo'lishga uringan. Shu sababli ham Nexia 2 hali hamon ommaning tilidan tushmaydi. Qo'pol qilib aytganda hozir Malibu va Gentradagi odamlar qachonlardir Nexia'da yurgan. Nexia 1 va Chevrolet Nexia 2 bu ikki avlod, lekin birgina ma'no, sadoqat. Kimdir ularni shunchaki eski mashina deydi, ammo kimdir uchun bu yoshlikning bir bo'lagi, birinchi safar, birinchi sevgiga guvoh bo'lgan avtomobil. Shuning uchun ham Nexia yo'qolsa ham uning izlari hali uzoq davom etadi.